baliqli durum, ya'ni baliqli lavashini birinchi marta yeb ko'ramiz. Sizcha shu videodan keyin o'tib bo'lsam eslab yurasiz. Brend kiyimlari birga bir kopiyalari. Bizchalik to'yga uncha katta xarajat qilishmas ekan. Ovqatlanishga kirdingizda, keyin amunda bu uzun odam sizga xizmat qilyapmiz. Do'stlar, bu videoda sizlar Turkiya bozorlari, Turkiyada savdo-sotiq, Turkiyada onlayn savdo, Turkiyada ishlash bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Videoni biz live formatda Turkiyaga borgan holatda oldik va sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Mening ismim Xayrulloyev Sarvar. Uzun marketda va Yandex marketda savdo qilib kelaman va shu sohani hozirgi paytda boshqalarga o'rgatib kelyapmiz. Aynan onlayn savdoni butun dunyo bo'yicha qanchalik rivojlanayotgani va savdo-sotiq tendensiyalari o'zgarayotganini biz ko'rib boryapmiz va rivojlangan davlatlarda aynan savdo-sotiq yo'nalishlarida biz sayohatlar qilib boryapmiz. Ushbu sayohatlarni shunday videolarga joylab YouTube'ga joylayapmiz. Agar sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni saqlab tanishlarga jo'natib qo'ying. Agar ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Shirinliklarni million qilib bor ekan o'zi. Olmalardan oldik. Pakovkalari ham ajoyib ekan. Korobkaga solib, keyin vakuum qilib berishyapti. Mahallada bozorcha. Ovqatlanishga kirdingizda, keyin amunda bu uzun odam sizga xizmat qilyapti. Taksim maydoni kesalaringiz Pehlivan lokantasi. Mana shu joyga kesalaringiz ancha narxlar ham byudjetli, xilma-xil ovqatlar bor. Mana ichkarida o'tiradigan joylari ham bor. Bu yerda esa Taksim maydoni. Kechki Taksim maydoni. Turli brendlar ovqatlanadigan joylar shu yerda yig'ilgan mahallada. Tepalari asosan uy, restoran, mehmonxona. Shunaqa qiziq narsa borki, bu yerda mana Taksim ko'chasida hozir turistlar juda ham ko'p, qimmat brendlar juda ham ko'p ekan bu yoqda. Lekin misol uchun Lalli yoki Grand bozor yoki ichkaridagi kichkinaroq bozorlar, ichkaridagi mahalliy aholi, turistlar arzonroq narsa sotib oladigan joylarda boshqa davlatdan kelgan odamlar ko'proq ishlar ekan. Masalan, o'zbeklar, turk, tojik, turkman, qozoq shunaqa davlatdan ko'pchilik kelib ishlar ekan. Bu yerda esa mana Taksimda asosan yo Yevropa yoki Turkiyani o'zini местный aholisi ishlar ekan. 200 liradan istalgan sumka. Bizni O'zbekistondan farqi bu yerda ham to'y uchun mahsulotlar, to'y uchun tovarlar, kiyim-kechaklar juda ham ko'p sotilar ekan, lekin bizchalik to'yga uncha katta xarajat qilishmas ekan. Ko'rdik, narxlar bilan tanishdik. To'y uchun deylik kostyum yoki bo'lmasam to'y ko'ylaklari, tungi ko'ylaklarni olish uchun mana shu bozorga ko'pincha kelishar ekan. Sarpo yig'ishga ham bo'ladi ham, shunaqa odat bor ekan. Sarpo yig'ish, sunnat to'ylari shunga o'xshagan marosimlar uchun bu yoqda har xil kiyimlar sotilar ekan. Bu Eminonu maydonidagi katta bozor, asosan kiyim-kechak sotiladi. Albatta pulisi dollardan liraga o'tkazishga to'g'ri keladi. Shuning uchun e'tibor bering. Hamma joyda kurs har xil. Ya'ni bozorlar ichida yoki ko'chada yoki aeroportda narxlar juda ham farq qiladi. Shuning uchun oddiy hisoblaganda, misol $100 biza $10, $5, $20 razlika ko'rdik. Sizcha shu videodan keyin o'tib bo'lsam eslab yurasiz. Qanaqa ekan madasi?
Do'stlar, bu yerda brend kiyimlarni birga bir kopiyalari juda ham arzon narxda sotiladi. Mana Zara, Pull&Bear, Levi's, H&M ko'ryapsizlar. 200 liradan boshlanib to 800 ming liragacha. Ya'ni bu o'zimiz pulda 70 mingdan boshlanib to 300 ming, 400 minggacha. O'sha mashhur Turkiyani baliqli durum, ya'ni baliqli lavashini birinchi marta yeb ko'ramiz. Qani? Bismillah. Zo'r baliqlar ham svej ekan. Orqamizda Bosfor turibdi. Bu hozir shu yoqda tutilgan svej baliqlarni olib kelishar ekan. Mazasi zo'r. Undan ozgina quruqligini hisobga olsak 7 baho qo'yaman. Video sizlarga juda ham foydali bo'ldi degan umiddamiz. Turkiyani barcha joylariga borishga albatta ulgurmadik. Keyingi safar ham albatta Turkiyaga borish niyatimiz bor. Sizlarga aynan Turkiyani qayeri ko'proq yoqdi? Shu videodan aynan qaysi joylar sizga ma'qul keldi? Kommentariyada yozib qoldiring. Hammalaringiz fikrlaringiz biz uchun qiziq. Keyingi safar qaysi joyga borishimizni xohlaysiz? Keyingi bizani o'zimizni mo'ljalimiz bo'yicha Xitoyni sayohat qilmoqchimiz va Xitoyda bo'layotgan hozirgi yangiliklar, u yer rivojlanib ketganligi va u yerda ham onlayn yoki offlayn savdolar qanaqa rivojlanganligi biz uchun juda ham qiziq va albatta sayohat qilib ham buni ko'rib kelmoqchimiz. Agar shu videoga like bosing, do'stlar bilan ulashing. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz keyingi sayohatimizni Xitoyga ham qilishimiz mumkin.